Assalomu alaykum. 15 ta kam ushlatib bering. 15 ta kam 3 ta. Esimdan chiqmaydi deng. Esimdan chiqmaydi. Ko'z oldimda deb bering. Ko'z oldimda. Esimdan chiqmaydi. Ko'z oldimda. 15 ta kam 3 ta. Hayotdan ko'zingani nimagadir o'sha vaqtda kayfiyatim bo'lmaydi. Nima uchun sevishganda baxting bo'lolmaydi. 2013-yil 15 ta kam 3 qo'shiq bilan O'zbekistonni his qildirgan Bad Boy ijoddan chiqib ketdi. 2013-yil 15 ta kam 3 dramasi bilan tanilganmiz. Ko'kcha mozorida avariya bo'ldi. Bad Boy nimaga ijoddan chiqib ketdi? Hammani qiziqtirsa kerak. Mani eshitmagan odam qolmadi. Men maktabda o'qigan paytlarim Bad Boy siz haqingizda eshitganman. Bad Boyni men ham maktabda eshitganman. Mani sinfdoshlarim ham eshitgan. Agar o'sha payt O'zbekistonda mani qo'llash imkoni bo'lganda, men dunyoga chiqardim. Agar shu video 100 ming ta keladigan bo'lsa, qanaqa qilib bo'lsa Bad Boyni oldiga borib, ijodga qaytarishga harakat qilamiz. Albatta men gapimga doim javob berayman, javob beraman. Bad Boyning muxlislari bormi? Bitta podishya qilamiz. Bad Boyni o'ziga balki yetib borsin. Men hali Bad Boyni Instagram olamida ko'rganim yo'q. Bizachi bez reklama, bez nicho ko'tarilganmiz. Agar shuni rezultatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, prosta kanalga obuna bo'ling.